Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik niqobi ostida fuqarolarning murojaatlarini e'lon qilish orqali ayrim blogerlar noxolis va bir yoqlama axborot tarqatishi oqibatida yurtdoshlarimiz o'rtasida sudlarga nisbatan asossiz ravishda norozilik kayfiyati va ishonchsizlik yuzaga kelmoqda. Bunday toifadagi blogerlarga sudyalarga qanday shaklda bo'lmasin bosim o'tkazish qonun normalariga, xususan sudlar to'g'risidagi qonunning talablariga zid ekani takror va takror tushuntirilayotganiga qaramay, sudni obro'sizlantirish, unga ochiqdan ochiq ta'sir o'tkazib, qonunga itoatsizlikni shakllantirmoqda. Aslida hech qanday yuridik ma'lumotga ega bo'lmagan, xolislik tamoyiliga mutlaqo amal qilmaydigan ayrim blogerlarga murojaat qilayotgan yurtdoshlarimiz shuni anglab yetishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinadigan har qanday shakldagi murojaat u xoh yozma ravishda, xoh video murojaat shaklida bo'lishidan qat'iy nazar, sud qarorlarini o'zgartirish yoki bekor qilish uchun asos bo'la olmaydi. Negaki sudyalar qaror qabul qilish chog'ida faqat qonunga bo'ysunadi. Sud qaroridan norozi taraf qonunda belgilangan tartib va muddatlarda yuqori instansiya sudiga murojaat etgan taqdirdagina sud qarorlari qonuniy asoslarda qayta ko'rilishi mumkin. Demak, murojaatchilar sudda ko'rilgan yoki ko'rilayotgan ishni go'yoki ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilish yo'li bilan hal qilib berishni va'da qilayotgan bunday blogerlarga emas, professional advokatlarga murojaat qilish orqali o'z masalalariga yechim topishlari mumkin. Zotan xalqimiz chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb bejizga aytmagan. O'z navbatida kuni kecha YouTube video hostingidagi Haqiqat ovozi kanali va bloger Olim To'xtanazarov tomonidan e'lon qilingan video lavhalar e'lon qilinishidan avval har bir murojaatchi Oliy sud mas'ullari tomonidan alohida qabul qilinib, ular bilan individual suhbat o'tkazilib, ularning murojaatlari belgilangan tartibda o'rganish uchun qabul qilinib olingan. Takrorlaymiz. Mas'ullar tomonidan qabul qilinib, tegishli huquqiy tushuntirish olgandan keyin ham bunday vaziyatni yuzaga keltirgan murojaatchilar o'zlari adolat deb hisoblaydigan natijaga bunday urinishlar orqali erisha olmasliklarini anglab yetishlari lozim. Sud qaroridan norozi bo'lgan har bir fuqaro qonunda belgilangan tartib va muddatda shikoyat keltirish orqaligina sud qarorlarining qonuniyligi va asosliligini tekshirtirishlari mumkin. Sud qarorlarini o'zicha noqonuniy, adolatsiz deb aytadigan boshqa biror shaxs sud qaroriga huquqiy baho berish vakolatiga ega emasdir. Bunga ular na ma'naviy va na huquqiy jihatdan ham haqli emas. Albatta, murojaatlarning har birini o'rganmasdan turib javob berish nojoiz. Ta'kidlab o'tilgandek, ushbu video lavhalardagi har bir murojaatchining murojaati Oliy sudda belgilangan tartibda o'rganiladi va qonuniy muddatlarda javoblar berilishi ta'minlanadi. Murojaatchilarga esa eslatib o'tamiz. Sud hokimiyatining mustaqilligi qonun ustuvorligining asosiy tamoyillaridan biridir. Sudyalarga bosimning har qanday shakliga yo'l qo'yilishi mumkin emas va amaldagi qonunchiligimizga ziddir. Noxolis axborot tarqatayotganlarni esa provokatsion chiqishlar qilishdan tiyilishiga, qonunga itoat etishiga, sud hokimiyati mustaqilligini hurmat qilishga chaqiramiz.